3 ta qizim bor. Gender partiya qilgan edim, u Z dedi, o'g'il deb aytdi. Lekin hamma hayratda, qiz tug'dim. Homila jinsi necha haftada ko'rilgan? 12 haftada ko'rilgan edi. Bu kichik srokda aniqlashga harakat qilinganda siz holatingizda 11 haftadan 13 haftagacha homila jinsi hali to'liq shakllanib ulgurmagan bo'ladi-da. Bu haftada o'g'il bo'lsa qizga, qiz bo'lsa o'g'ilga o'xshab ko'rinadi. Kattaroq srokda aniqlashga harakat qilish kerak. Bu sabablarni aytaman. Birinchisi, bu aytganimdek kichik srokda harakat qilingan ko'rishga jinsi. Keyingilari homilani noqulay vaziyati ko'rsatmagan, homilani kindik tizimchasi, qo'l oyoq barmoqlari oyog'ini orasida turib qolib, xuddi o'g'il bolaga o'xshab jinsda ko'ringan bo'lishi mumkin va eng asosiysi o'zida apparatni sifat kачествоsi past yoki eski bo'lgan bo'lishi mumkin. Qanchalik sifati kачествоsi yuqori bo'lsa, jinsni ko'rsatish ham shunchalik baland bo'ladi, точность oshadi. Maslahatim gender partiya qilmoqchi bo'lganlarga 18 hafta atrofida qildirsangiz, bu jinsni aytish yana ham aniqligi oshadi va men uchun eng muhimi homilani sog'lig'i. Qolgan narsalar bu ikkilamchi narsalar. Fikrimga qo'shiladiganlar like bitta bosib ketamiz.